qanday qilib oilaviy biznesda rahbar tanlash mumkin? O'zi oilada kim rahbar bo'lish kerak? Erkakmi, ayolmi yoki oilaning eng kattasimi? Oilaviy biznesda jins muhim emas, mas'uliyat muhim. Oilaviy biznesda rahbar tanlashlikda qilinadigan 4 ta xatolik bor. Birinchisi, eng yoshi ulug'ini rahbar qilish, ikkinchisi, eng ko'p pul kiritganni rahbar qilish, uchinchisi, eng ovozi baland rahbar qilish va to'rtinchisi, umuman rahbar tayinlamaslik. To'g'ri model qanday bo'lishi kerak? Birinchisi, to'g'ri strategiya qo'ya oladigan, ikkinchisi, eng to'g'ri qarorni qabul qila oladigan va uchinchisi, barcha mas'uliyatni yelkasiga olishga tayyor bo'lgan rahbar tayinlanishi lozim. Oilaviy biznesda to'g'ri rahbar tayinlash uchun 3 ta savolni o'zi yetarli. Birinchisi, kim sovuqqonlik bilan qaror qabul qila olsa? Ikkinchisi, kim konfliktlarga to'g'ri yechim bera olsa? Va uchinchisi, kim jamiki mas'uliyatni o'z yelkasiga ola olsa? Mana shu kabi oilaviy biznesdagi masalalarga yechim izlasangiz, avvalambor sahifamga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing hamda videoni saqlab qo'ying.